Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qur'on ajoyibotlari nomli dasturimizga xush kelibsiz. Bu dasturda men sizlar bilan Qur'onda meni hayratga solgan go'zal narsalar haqida so'zlashaman. Bugun esa sizlarga Alloh qanday qilib oddiy bir hikoya orqali butun insoniyat uchun saboq beradi, shuni tushuntirmoqchiman. Biz musulmonlar ishonamizki, Qur'onning har bir so'zi abadiy ahamiyatga ega. Alloh bir voqeani so'zlab berganda, u har bir tafsilotni bejizga aytmaydi. U faqat bizga kerakli, hayotimizga yo'l yo'riq bo'ladigan qismlarini tanlaydi. Masalan, Ibrohim alayhissalom yoki Muso alayhissalomning hayotidagi ko'plab voqealar ichidan Alloh faqat biz uchun muhim bo'lganlarinigina tilga oladi. Muso alayhissalomning hikoyasida bir ajoyib joy bor. U Misrdan chiqib Madyanga kelganida ikki qizga hayvonlarini sug'orishda yordam beradi. Keyin u qizlardan biri otasiga bo'lgan voqeani aytadi. Ota shunda qizlardan birini Musoga yuboradi. Qur'onda Alloh shunday deydi: ulardan biri yurib keldi. Bu so'zni ikki xil tushunish mumkin. Birinchisi, u uyatchanglik bilan yurdi. Ikkinchisi, u uyatchang bo'lsa ham baribir yurib keldi. Alloh nega ayolning yurish tarzini eslatdi? Bu juda muhim. Chunki ayolning yurishi, holati, o'zini tutishi jamiyatga katta ta'sir qiladi. Ayolning borligi juda ham muhim bo'lgan bir narsa. Uning yurishi, ovozi, hatto sukunati ham atrofdagi odamlarga ta'sir qiladi. Shuning uchun qadimiy jamiyatlarda ham ayollar hurmat bilan yashirilgan. Ular o'ziga xos mavqega ega bo'lgan. Islom esa ayollarga uyda o'tir demaydi. Aksincha, ular jamiyatda faol bo'lishi kerak, lekin hayo va or-nomusni saqlagan holda. Allohning bu oyati bizga shuni o'rgatadi. Ayol jamiyatda faol bo'lishi mumkin, lekin o'zini hurmat bilan tutishi, iffatni asrashi lozim. Bu qiz Muso oldiga o'zi bordi. Bu uning jasurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga uyatchang, odobli edi. Ya'ni ishonch va hayo birgalikda bir insonda jamlanishi mumkin. Alloh bu kichik tafsilot, ya'ni u yurdi degan so'z bilan ayolning kuchi, hayo va ishonchini qanday birlashtirishni ko'rsatadi. Bu Qur'onning go'zal hikmatlaridan biridir.